ketmoqqa qo'yilgan qadam. Nihoyatda xursandmiz, qadamlaringizga quchoq quchsiz. Nafsing deb yashading hayotda. O'quv bilan bismillah deb boshladik, 60 ta o'quvchimiz nihoyatda zo'r natijaga chiqdi. Yashamas axir. Kelganlar ketmoqda. Kelajakda o'quvchilarimizga shunaqa chiroyli ko'rinimalar hammaga bo'ladigan akamizni dasturchiga taklif qilmoqman-da. Allohumma solli va sallim. Ana o'shanda miyani ma'nuslardan qutqarasiz. O'shanda keyin miya siz aytgan ilmni aytganingizga olib beradi. Allohumma solli va sallim va barik ala O'ylama fursat bor oldinda hali. Yoshingiz ulug' bo'lgan holatda ilm olishligingiz yosh bo'lgan holatdagi ilm olishdan ko'ra ko'proq savob va ko'proq ajr bo'lasiz. Mahalla xirmoning bo'lmasin nadomat. To'xtamasdan davom etinglar. Bu jang emas, bu intihom emas. Dehqonining o'rog'i og'ir. Megaristoningizdan shunaqa xursandman ustozdan Uchun so'nggi kuning ilohi qayta ilm kunlarimizga bu kishilarga yana katta rahmat. va barik ala sayyidina Muhammad. Bir fayzi va xoyida. Solli va sallim va barik ala habibina Muhammad. Qo'lda boringni ber, hargiz qizg'onma. Sizning ilhom darslaringiz bizning ruhiy hayotimizda muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Fursating borida haq yo'ldan tonma. Keyin kech bo'lmasin, bil Alloh seni har qadamda qo'llab tursin. boring ham yo'g'ing ham axir qo'lingda. Balki bu sen uchun so'nggi kuningdir.